Assalomu alaykum hammaga. Qadrli qadrdonlar, reaksiya qilamiz. Instar Hayot R23 battle tracklariga. Hayot R23 deb battle trackiga, Instarda battledan keyin chiqargan diss trackiga, ya'ni uspet qilmay qo'ygan, hammanglar bilasizlar. Instar shu sababli keyingi 9 minutlik trackiga reaksiya qilamiz. Birinchi bo'lib Hayot R23 dan boshlaymiz aka? Hayot R23 dan boshlaymiz. Hayot R23 battle track. Faqatgina aytib beraylik, biz adekvat muxlismiz. Ichqasi biriga muxlis basimiz. To'g'ri. Bag'am shu borini bor, yo'g'ini yo'q deyiladi, bo'ldi. Har bitta gapiga reaksiya zo'rroq bo'lishi mumkin, chunki har bitta gapiga maksimalni to'xtalib tushuntirish berishga urinamiz. Keyin fikrlaringni yozib ketinglar kommentariyada. Albatta. Boshlaymiz. Ukam, gap sani qanchalik kuchli zarba bera olishingda emas, gap san qanchalik zarba ko'tara olishingda. O'sha zarbalardan keyin yana oyoqqa turib, yana oldinga bora olishingda. Agar senga hali hech kim qattiq zarba bermagan bo'lsa, unda bugungi gap birdaniga o'zingni qirol deb o'ylab qolishingda. Men seni kuzatdim. Sendagi muammo bitta. Boshqalarning yutuqlarini ommaga oson deb aytib, yolg'iz qolganingda yaratganga nolishingda. Hammadan Nima demoqchi bo'lyapti? Batta Hayot R23 konkretni o'sha uzrab yangiliklariga Instar intervyu bergan. O'shunda aytib o'tgan. Men battle zonasida qirolman. Battle zonasida hali meni yengiydigan odam yo'q deganim uchun. Fakt keltirib aytib o'tdi boshida. Hayot R23 davom etamiz. Orqada qolishing dard, azart, g'azab, sen yomon ko'rgan reperlarga go'yo har doim maza, stress, depressiya, bular hammasi xo'yna, sen hali xonang. Yagona yomon ko'rayotgan reper ekan. Minor. Taniqli reperlar ichida Minor bilan Instar o'rtasidagi nizo kelishmovchilik deymizmi, nizo deymizmi, tipa bir-biriga yillar davomida qarshi so'zlar ishlatib kelishadi. Bunga yagona sabab battlelar bilan chiqqanda Minor hakam bo'lgan. O'shunda Minorga punchlar berib o'tib ketgan 5-6 ta trekning ichida. O'zidan o'zi izlab topolmaganingga qilib ko'rasan ta'zim va muntazam davom etasan xayolingda shaytonlar ham azada va o'zingcha hech narsa o'zgarmaydi bu shaxsiy bazadan. O'zingni alda olmaysan, o'zingni izlaysan, topolmaysan, bitta gap kam, ikkitasi ko'p, asabiy bo'lib qolasan, o'zingdan qochib yurasan, ammo baribir tunlari o'zingni o'zing topib olasan. Mana senga paradoks, instarsan, arosatdasan, texnikani bergan xudo qisgan farosatdasan. Texnikani bergan xudo qisgan farosatdasan. Da, bu tomonda olib qaraganda aka почти fakt gap bo'lgan, qisgan farosatdasan. Chunki nimaga? Intervyularning 70% ni eshitsalar faqat so'kinish, nima deydi, qo'pol qilib aytganda, nepa fakt gaplar ko'p ishlatadi Instar. O'zi bilgan holatda, bilmagan holatda ko'p ishlatib qo'yadi. Может, bu narsaga reperlarga bo'lgan agressiyasi faqat battle track ichida ijod qilgani sabab bo'lishi ham mumkin. Faqat battle trackda chunki faqat azart, ayb topish kerak, o'shuning uchun shunaqa bo'lib qolgan bo'lishi ham mumkin. Shu sababli aytyapti, texnikani bergan xudo qisgan farosatdasan deb keltirib, yedirib, konkretni punch bilan urib o'tib ketyapti. Ammo menga shu Hayot R23 da boshdagi kirish qismida to'g'risi, sizlarga qanaqa bilmadim, menga qandaydir gapga o'xshab qo'ygan. Yo'qmagan. Short, sen hammani ko'ra olmaysan, kim nimanidir zo'r qilib qo'ysa, sen o'shani qila olmaysan, lekin men bemalol qilaman deb karillaysan, odamlarni aldaysan, amaldasan. Вот так именно meni yoqtirmaydigan janr. Nagila aytaveraman, chunki men o'z fikrim, adekvatni fikrimni aytaman. Oxiridagi qofiyalar bor-ku, arzon qofiyalari ko'p terib qo'ygan. Hayot? Hayot R23 arzon qofiya deydi, tipa qila olmaysan, bila olmaysan, o'shaqa narsalar. Endi tipa bu ma'ruza o'qiganda prosta tushuntirish maqsadida shunaqa ham bo'lishi ham mumkin. Ham gapingga javob bera olmaysan, chunki sen mansan, kopiya meni yoshligimsan, o'ta ketgan mansan, bu ketishda sen bola oddiy odam bo'la olmaysan. Qanaqa 60 ta battle, qanaqa 60 ta g'alaba bilan kim? Da, endi shunaqa 60 ta battle, 60 ta g'alaba. Parajina yo'q, yo'q, umuman. Uni bilamiz lekin. Uni bilamiz. Buni tan olish kerak. U kuchsiz raqib bo'ladimi, kuchli raqib bo'ladimi? Endi o'rtadagi kuchli yoki kuchsiz raqib berishi bu organizavat qilayotgan odamga bog'liq. O'zlari chiqqan, men adashmasam, ko'pchilik lekin o'zi xohlab chiqqan Instarga qarshi. Oxirgi jamada ham shunaqa edi. Yarimi Minor fanati, yarimi maktab bolalari yoki talaba. Sen battle rapda nolsan, faqat ovozing bor ekan, tan olaman, lekin senda punch yo'q. Men ham ichsam, luboyni sikaman deb maqtan olaman. Tavba yo'q.
ichsam deb, ya'ni Instarda bergan intervyusini sen kayfda intervyu bergansan deganchalik qilib gapiryapti. Может, yomon ko'rarsiz, shuning uchun so'kkandir. Asabimni buzib qo'yib, siz ham negativ gapirsangiz, biz ham so'kishimiz mumkin, lekin shunaqa. U lekin buni perfekt desen ham bo'ladi, perfekt bas desen ham bo'ladi. Chunki 100% Instar kayfligini hech kim keltirib bera olmaydi, chunki oldida bo'lishmagan. Вот immuno endi kayf bas deganda Trezor odam bunaqa gaplar gapirmaydi. Shunaqa. Kelishib battle qilmoqchi bo'lgansan, o'z akangga ishonmagansan, bila ishonlagansan taningga va battleda yutib qanaqa qilib nishonlagansan. Family'dagi bitta ikkita bola bilan ham uncha kelisha olmay qoldim, o'shaning uchun ketaman. Battle ham kerak emas, boshqasi ham kerak emas, chiqib ketaman. Instar o'z Telegram kanalida e'lon qilgan bu narsani. O'rtasida Family'dagi bolalari bilan qandaydir kelishmovchilik bo'lib qolgani. Taning Avaz bilan battledan adashmasam shunaqa. Avval o'sha paytda bo'lgan. Bu lekin ancha bo'ldi, adashmasam 2 yillar oldin. 2 yil 3 yil oldingi gap bu. Nima desam bo'ladi? Bunaqa Family'dagi bolalar bilan unaqa urushib qolib, u yoq-bu yoq bo'lib talashib qoldik, lekin gruppadan nimadan chiqib ketdim. Kimsan? Sen Avazni yutaman deb o'z oilangni sotgansan. Allo, Jam Family, bu bola sizlarga isnotgansan. Yana bitta fakt bor, seni sirlaringni ochadigansan. Uy yoki ko'cha desa sen ko'cha degansan. Do'st yoki oila desa oilani tanlab, ammo na uy na ko'cha aniq emas, menimcha sen tez ko'cha degansan. Senga endi batta bu gapida tepasan uy yoki oila desa sen ko'cha degansan deb. Oila yoki ko'chasi oilani tanlagansan, qaysi birini gaping tushmayapti bir-biriga degansan. Adashmasam klanini gapiryapti, Jam Family oila degan ma'no beradi. Shuni gapiryapti, adashmasam oila deb turib, shuni keltiryapti. Shuni tiqishtirib o'tib ketyapti. Sen krisasan, yo unaqa emasmi? Unaqa bo'lmasa nima? Oilang ko'chadami? Unaqa ham bo'lmasa sen tanlagan ko'cha nima? Uylaring ichidami? Oilani qo'shmasin debsan, o'zing qo'shib bo'lgansan, u labelingni nomiga qara, chiroyli yeb qo'ygansan. Ishonsan. Jam Family. O'sha Jam oilasi degan ma'no beradi. Tipa shuning uchun Jamni bilasizlar. Nimaligini? Nimaligini? Tipa plagiat. Meni shaxsiy fikrim plagiat. Nomam darcha o'g'irlangan. Shunaqa vaqt ajratib intervyudan o'rgansan, Lyuboy kelsin debsan, bu hayotdan to'ygansan. Отвечаю, Tracking Nation. Endi bu Lyuboy kelsin debsan degan gap menimcha Lyuboy rapper ham misol. Minor ham gapirganda bu deyapti. To'g'rimi? Haligi nimada YouTube'da chiqib turib, nima gap loyihasida Lyuboy rappering kelsin deb gapirgan. Rapper Lyuboy bilan battle. U rapperlarga odat, misol uchun. Misol bizga ham kimdir nima rap tomonlama vizit tashlaydigan bo'lsa, Lyuboy bilan kel deydi. Da? Atvet beriladi. Beriladi. O'zingizda ham shunaqa hayot aka, hayotni shunaqa. Bir marta tabriklayman. Endi seni Uzbomdan ko'p eshitganman. Aytgancha 800 ta muxlis. Uzbom bilan bu hayot 24 o'rtasida konflikt bo'lgan. Ancha yil oldin. Lekin hayot yeb qo'ygan. Bu realniy fakt. Ko'rib olishlaring mumkin. YouTube Uzbom ili hayot deb turib yoshlarni qarab beradi. Hayot aka yeb qo'ygansiz, tan olib ko'ring aka, nima qilasiz? Arimni bilmayman yoki seni so'kkani kelganlar qolib ketishgansan. Men nima qilgan bo'lsam, hammasini qilib ketsan. Nima degan bo'lsam debsan, lekin aytmoqchida 800 ta fanatlarim yoki minorda muxlislari so'kkaniga qolib ketgan Telegramingda demoqchi bo'lyapti. Bu bunday narsada Telegram. Adekvatni qarasangiz, misol men Telegramdan shaxsan o'zim uncha ko'p foydalandim. Realni kirsam shu qanaqadir xabarlar o'zimga yaqinlarim yozgan bo'lsa kirib yozib chiqib ketaman. Lekin immuno YouTube'da tipa qo'ygan treklari deysizmi, battle treklari deysizmi, normalniy auditoriya, normalniy odam eshitadi. Instarda ham. Instar normalniy kuchli-da, chunki yomon ko'rishadimi, yaxshi ko'rishadimi bu qiziq emas. Muhimi prosmotr. Gapiradi. Endi to'g'ri. Hamma tomondan nima qo'ttog'imni yebsan, Little Mo, Lil Gangsta, Carleon va yana kimlarnidir murdalari qatoriga otib yuboraman seni bepsan. Hayot 23 ga qarshi 2 soatda tekst yozasan, oxiri o'zingga ham o'zing ishonmay qolasan, yo rostdan. Yo, mana immuno mas narsasi to'g'ri Instar aytdi intervyuda, to'g'rimi aka? 2 soatda yozaman men tekst dedi. Mayli u 2 soat qo'yib turaylik-da, albatta boshqa masala bor. Instar konkretniy boshiga o'sha paytda xalqqa bildirganmi bildirmaganmi, lekin hayot 23 dan 2 kun muhlat so'ragan yana. Aka, men battle'ga trackimni tayyorlamay qoldim.
shunaqa поражение beringlar menga 2 kun muddat deganda berilmagan поражение. Bu tomondan olib qaraganda bu aytayapti 2 soatda yozaman deding, to'g'ri u 2 soatda yozaman degan. Lekin aslida haqiqiy battle bo'lish uchun meni nazarimda berish kerak edi. Chunki ikkala tomon ham kuchi bir xil chiqishi kerak. Ko'rardik. Keyin 2 soatda tekst yozaman, trek yozaman degan, tekst yozish mumkin. Chunki biz ham yozishimiz, siz ham yozishingiz mumkin 2 soatda. Tekst u misol uchun studiyaning ishlari ham bor-da, shag'ini ham o'ylash kerak edi. Studiya bo'sh bo'lib qoladi, yo bo'lmasa band bo'lib qoladi, boshqa narsa. U qo'pol qilib aytsa, Instarda o'zini shaxsiy studiyasi yo'q menimcha. Boshqa joyda zapis qiladi-da. Agar o'zida shaxsiy studiyasi bo'lib turib, поражение bo'lganda buni tushunsa bo'lardi. Mojit bordir, mojit yo'qdir bilmaymiz. Bilganlar yozib bersin kommentga. Unga foyda bu yolg'onlardan, sen bir kun точно aqldan ozasan. Men senga bir hafta tekst yozdim, ishon xursandman. Senga nisbatan meni qalbim tozasan. Men rapsan, treksan. Ukam. Endi bir hafta tekst yozishdi. Hamma tomonni olib qarasangiz, misol uchun bir hafta tekstda kuniga 10 minutdan yozish mumkin. Yo bo'lmasa konkretniy hayot R23 ham bir hafta umrini sarflamagan bu tekstga. Endi mojit kimdir tekstda shunaqa ishlaydi, haqiqatda uzoq muddat sarflaydi. O'ylab, kimdadir keladi, tirs yozadi. Shunaqa. Hamma har xil. Hammada har xil. Bugun optasini start chiqqanmidi, esdan freestyle ikkinchi bitga o'tyapmiz ekan, qadrdonlar. Ikkinchi bitga birinchi tipa biti to'g'risi yoqmadi. Atak punchlar keltirgan, yedirgan u. No, qanaqadir aytish yo'nalishi yoqmadi. Old bo'lgani uchun yoqmadi. Portretsa, battle rap bilan rostlanishing nah. Pada deganida ammo bugun bu bolaga bo'laman deganida. Istar bola mehr istab, bugun optasini start chiqqanmidi, esdan freestyle topib beradi onasi playlistdan. Nega men onani qo'shish bilmadim. Andeklatni olib qaraganda Svitoydan ketish yaxshi emas, lekin battle bo'lsa ham. Symboli battle. Tipa tawo dis bo'lganda, endi o'rtalaringda haqiqatda urush bo'lganda может bo'lishi mumkin edi. No, erkagiga. Hayot o'zi intervyuda aytib turibdi-yu. Nima dedi? Короче, dedi, men battle qilaman, Leboy rapper bilan dedi. Faqat menga gonorarimni to'lasang dedi. Instar bilan ham normalniy gaplashdi, menimcha uzrab yangiliklarida chatda o'tirib. Alay nima deydi? Agar ras Svitoydan ketish maqsadi bo'lganda, chetdan nito muomala qilish kerak. Bilmadim, Svitoydan ketish to'g'ri narsami, noto'g'ri emasmi? Bu narsani ham kommentga yozib ketinglar. Shunaqa. Rostman bosman, tekstlar rostlanishing nahoy qaytib qadamini bosman. Shunaqa gaplar xullas. Nima qilgan bo'lsam hammasini qilib kepsan. Nima degan bo'lsam debsan, lekin qirolman dema, qo'ttog'imni yebsan. Little more lil gangsta Carly. Da, rapda qirolman deysiz. Tipa minorda ham hali trekda bor, eshitgan bo'lsangiz. Nima? Qirolman nima, davay xalq aytsin degan nima bilan keltirgan-ku tekst bilan. Eshitgan bo'lishim kerak. Da, keyin nimada ham aytdi-yu. Uzrepda qirol kommentga yozinglar dangal deb aytdi-yu. Da, Uzrepda realniy auditoriya tomonidan minor kuchliroq. Agar dis temada qirol deb oladigan bo'lsa, yutkizmagan odamni qirol desa, minor bir amat yutkizmagan dis temada ham, ili battleda ham. Olan diyorida hozir minor qoldi. Shunaqa. Tipa battleda ham ko'rdilaringlar, yiringda nimalar qilib tashlagan. Va yana kimlarnidir murdalari qatoriga otib boraman seni bersan. Hayot 23 ga qarshi 2 soatda tekst yozasan, oxiri o'zingga ham o'zing ishonmay qolasan. Yo rostdan kimga foyda bu yolg'onlardan, sen bir kun точно aqldan ozasan. Men senga bir hafta tekst yozdim, ishon xursandman. Senga nisbatan meni qalbim tozasan. Men rapsan, treksan, men King Arturman, sanchi soxta qirol Mordredsan. Battle rapda men Picasso, sen men chizgan portretsan. Xullas itam tanimasdi, endi mana sen trendsan. Professorman debsan, bu fanda menimcha ikkinchisan. Men qirol hayot birinchi, sen hayot ikkinchisan. Bolam. Hayot ikkinchisan degani tipa uni ham Instarda ham ismi hayot. Mendan keyin kelgansan, shuning uchun ikkinchisan demoqchi bo'lyapti. Keyingi bit yomon chiqibdi. Bolam bilan battle qilaman deb o'ylamagan edim. Men u bilan bolaligida ham o'ynamagan edim. Mayli bir kun hali meni to'padi degan. Mas joyda, flowlarga pizdes, lekin flow zo'r berdi. Men bolam bilan battle qilaman deb o'ylamagan edim. Men dalchi u bilan bolaligida ham o'ynamagan edim, deyapti-yu. Lekin 5 yil oldin qanaqadir hayot R23 bilan battle bo'lgan ekan Instar o'rtasida. Xabaringiz bormi? Da, Xorazm battle-da. Da. Hayot R23 shunda ham yeb qo'ygan. Yeb qo'ygan ekan, o'shanda Instar yutgan ekan. Da, tanib olish kerak.
davom etamiz. Ammo bugun bu bolaga bo'laman deganida istar bola mehr istab bugun otasi nistar chiqqanmidi esdan freestyle topib beradi onasi playlistdan nega mani otim bilan battle'da bu bola nima kutasizlar bu bot terroristdan mana nol freestyle restart bayda bo'lding yana ofisda istar oddiy bitta kristal ammo doim diamond no name lab bilan dista bu real safe albatta borser faxrman grafon kristal yo'q artistdan afiristan hasta la vista baby vingerman degan instar yeding yureding man Messi track artista Men Messi deydi Instagramda bir sanay hayot eri 23 blog yuritadi Barselona haqida ko'proq tipa o'zini Messiga tenglashtiryapti. Bilmadim endi men realchimanmi bilasizlar u Hala Madrid qarasi. Hayot aka mayli El Clasico'da yutdilaring tan olamiz. No kutinglar qattiq bo'ladi. Keyingisi Daraja Diego Tristan Ego Cristiano Lego no problem la'nat Madridista farqi yo'q. Aka men siz oyog'imga atvet berardim endi mayli endi xo'p endi aralashmaylik birovni batiliga. Hala Madrid nomer 1 komment yozinglar Realni o'zlaring. Realmi Barsami? Barselonaga gapiramiz. Ha, boshqa gapimiz yo'q. Har xil bayroqqa burkanib yuraveringlar sizlar. Qo'yinglar. Uchiz zahri bu fast flow bilan birga daxoya punch bor bilasam sanchmo kimsan men uchun bir umr ta'zimdagi SpongeBob mana battle rap man oldim merosman bosman tekstlan rostlan itin naxoy qaytib qadamini bosman Oba haqiqatan ham yedirib tekstlar rostlanib bilmadim kimga qanaqa zo'r chiqdi yoribdi. Vaktiyotib o'ylama xafa bo'lmasdan rap bermassan yana Xorazm ovozi bu sanamasdan qarakan bilan chala rap bermassan bu nimasi yoki sana ovozing pasmi menga qara suka rasman bu yakun emasmi qanaqa battle rap king bo'ldi bor uyga Moskva Toshkentda tunamasdan bitch yo'bani bitch men bilan battle'da diagnozi paralish murdasan qabrda masmani stolda yotibsan tepingda kamina Leonardo da Vinci bu sana davring chiq mana ringga borte istaganincha ammo danger chiq mana ringga deyapti tipa chaqirayapti yana battle'ga o'z battle'da o'zi battle yana battle'ga chaqiryapti. Yaxshi. Nasiyon rejasdan panchima kimdan bilgansan birinchi mana bu dars mana haykalim instarni bu dars mana bu hayot cho'xtasi bas battle'da hammani otasi man. Endi bo'lmaydi. Qo'yinglar, yaxshi gaplar gaplashaylik. Sizdan oldin ham eslashdi battle MC'lar bu ham brat. Bu gapingizdan kelib chiqib, значит, ular ham shunaqami? Otangiz bo'ladimi? Otangiz bo'ladi. Xafa bo'lmang. Prosta haqiqat. Bu haqiqatda chunki hech qachon qarang bitta narsada aka leboy u hayot eri 23 bo'laman, men ora bo'laman. Perfekt gapirish kerakmi? Bu perfekt so'rayapti, to'g'rimi? Sen 2 soatda deganmisan, 2 soatda yozing deyapti. Bu battle'da men ham meni badayman, u gapni Diyor ham aytgan paytida. Nimaga o'sha paytda atvet qilishmagan? Yo'q bo'lganmi hayot eri 23? Diyorda davrida. Diyor davrida bo'lgan. Rasa battle'da gullatayotgan paytingiz bo'lgan. Nimaga atvet bermagansiz? Diyor dis aytgan Ves Zurabga. Savol. Shu joyda. Bu ham paradoks, o'zi aytib o'tdingiz, paradoksda. Javob yo'q. Savollarga. Bakko maydon to'la murdalar bari burdalanib bu raqibam qo'liga qurol ololmadi uddalar bola bosolmadi qadam teroqadi tovon qadar bo'ldi bu do'zaxda qolasam bu infaturama qo'lima qoningga botirib yozdim nomingga xotira tanangni har Oma boshqa universitetiga ketyapti. Faqat qofiyaga ishlayapsiz, zo'r bo'pti lekin shu 3-bitingiz. Davom etamiz. Notaman bu boringga xotima ketdi boshing otilib go'shting jahannamda sotaman qotilma suyaklaringni uyda dorimga tortaman dertekerman ukamandan bekinman man dafn qilaman sani bu tabiiyga tekinman mahorating bilan yutqizgandek eman man jasad oralab yuraman xuddi suzgandek eman rapperlarni yeyman deganlaring nima qildi yaqinda underground rapper man orqali himoya qildi kutilmaganda bu show nimaga hayron hamma aslida bu hammadan boya qildi tavba qildi Polni rapperlarda yeyman degan. Konusda bilan hayotda menimcha o'rtalarida konflikt bo'lgan, shuning uchun konusdan tiqib o'tib ketdi. No, hayot qanaqasiga hayotni anaqa qilib ko'tarilganini tushunmadim. Konusda asosan shu minor bilan o'sha sistema bo'lgan. Shuni bilamiz endi. Shunaqa. No, konusda oxirgi asi 5-6 tomonlama ichida ijod tomonlama bag'irlab. Omad. Keyingi bit. 4-chi part adashmasam. Shunaqa. Sana dushmaning minor, mana dushmanim hamma. Menga mos raqib qilib dushman.
Tana dushmani Minor va mani dushmanim hamma deyapti. Buni ham tan olish kerak. Hozir to'g'ri Minor bilan hayot o'rtasidagi muomala yaxshilandi. Bir paytlar bular ham men bunda ko'rganman, yo'lni bo'yida agar siz ham ko'rgan bo'lsangiz, Minorga desa aytgan hayot. Tipa qisqa jonli ijroda 4 qatormi, 8 qatormi? Minor mensimaganmi shuni? Minor atvet yana unda Minor aytgan, menga pul bersang chiqaman. Instar bilan hayot batilida hayot pul so'ragan bo'lsa, gonorar. U paytda Minor gonorar so'ragan, demak, o'sha paytdagi Minor darajasi baland bo'lgan hayotdan. Может, hozir ham baland. Shunaqa. Papa kulmani yutgan edi, lekin men qaytdim Felix qushman axir. Bilasanmi nega bu battledaman? Hayotda hech narsa kelmadi qo'limdan, ko'p narsa qildim, yo'q. Tan olishdan bir marta. Papa kul adashmasam o'zini ustozi bo'lgan hayot ergilmay. Shunaqa ustozim yutgandi deyapti mana. Keyin hayotda hech nima kelmadi qo'limdan deyapti. Kelmagan bo'lsa harakat qilish kerak, keyin nima qilasiz? Bo'lmadi, mana qaytdim, o'zing chiqding birinchi yo'limda. Men kabi bir kun ketasan va ketdim deb har kun yangi reja tuzasan. Qarasandan boshqa hammani bordir ertasi, yana men kabi sanam vatani buzasan. Mendan battar raqib tomon otilib, mendan ham arzon pullarga sotilib, qaytasan battar. Mendan ham arzon pullarga sotilib. Tipa yana o'sha general masalasini gapiryapti. Lekin hayot Instarda hayot aralashib ketmasin. Instar lekin hozir olmasa kerak battle uchun. No name rapper bo'lsa, hech kim tanimaydigan bo'lsa olsa kerak-ku, pulga chiqmaydi. U faqat azartini sarflagan chiqadi, yo'qotgan. Adrenalin uchun chiqadi. Kayf ijod. Da. Ana shu paytda men aytaman welcome o'z baxtini qotili. Borib uzr so'ra arrangerdan, u sendan yuqori darajada. Da, arranger rostdan ham flow tomonlama Instardan yuqori darajada. Buni tan olish kerak. Arrangerni Instar yutganda, to'g'ri. Battle'da yutgan u eski nima bilan, tekst bilan deyishadi. Endi u eski track bilan yutgan bo'lsa, o'ziniki-ku. O'ziniki. O'g'irlamay plagiat qilmagan bo'lsa. bilan battle'da eski qatorlar bilan finalda senga nima bor o'jalab, hurmat talab suka hammani alda, basli u ol senga bu martaba. Seni chempion qilganman, xato qilganman, nega mana jangda yana bir martaman. Menga po'xu senda qara. Mana bunday o'zi aytyapti. Tasavvur qilinglar, ustoz shogird, bular ham xuddi shunaqa. Vaqtida Instarda battle'ga Hayot R23 hakam bo'lgan. Instarda battle'ga hakam bo'lgan. Tipa shogirdi bilan. Yo'q, shogird emas, shogirdi arranger o'zi. Arranger aytgan, bu Hayot R23 ni o'rgatgan menga flow qilishdi degan. Shunaqa. Malades. To'xu yana bor kimlarda qasding. Agar hozir menda lolo bo'lganida bir daqiqaga ham yaramasding. Lolo kim gapiryapti? Lolo klani bo'lgan, o'sha battle qilib yurganda Hayot R23 Lolo degan klani bo'lgan. Hozir yo'qmi? Yo'q. Hozir yo'q. Hozir hayotda o'zi ham yo'q. Endi qaytdi-da, seriyosni ijod emasdi. Instagramda menga qarshi battle tekstini yozishga sarflading. Sen uchun meni bir hafta yozgan qatorlarimdagi hamma harflading. Bugun senda qanaqadir jumlachalar bilan bo'ldi befoyda hamma hujumlachalar. Mana men bilan birga qalban Linverno, sen bilan Linverno Minorni Telegramda enikimi? Da, Minorni Telegramda enikimi? Minor bilan hozir Hayot R23 aloqasi yaxshi, o'shuning uchun meni chiqarishimni kutyapti deb qalban men bilan deb aytyapti. Seni ruhiy sikishimni ko'rib maza qiladi degan ma'noda. Nimalarga bundan oldingi reaksiyani aytdingiz-ku? Nima deyapti? Esimga aytib ketaman. Nom jilvachalar, ma'nosi nima bu taxallusini? Instar qanaqadir yulduz ichidami ko'rinmay ketasan, hayot nur taratsa sen uchun bir umr kunduz ichida. 5 yildan beri o'zim bilan o'zim raqib bo'lib har kun kurashaman. Men bilan birga hasadim yashab ketdi, meni tashlab hayot nur yashamadi. Agar imkon bo'lsa 16 yoshli o'zimga men maslahat ulashaman. Bugun aniq bilaman, unutmasan ham hayotda rohati bu nashaman. Ko'rdim hammasini, bo'ldim bu nasha band deyaptimi? Bu nasha emas, brat. Rasa chekkana yashkili Hayot R23 sizga gapingizga qo'shilamiz albatta. Lekin sizga o'xshab ertaga o'ylab tushunib yetish uchun sizga o'xshab xato qilish kerak. Seriozmi? Shunaqa. Nima gapingizga tushdi? Soliqa fohisha bor. To'g'ri, bosinglar.
Avralada to'rda hammasalar to'ru qafasida to'ldi bag'rim ba'zan bo'ldi aza o'ldi yaqinlarim so'nggi yo'lda hammasidim o'zimda emas edimman har doim o'zimda emas edim deyapti brat. Kim dedi kim? Yo'q, bu Chayevni aytyapti. Chayev qilib ko'p xato qilganman deb aytyapti. O'sha paytda O'zidan kelib chiqib, xullas как понятие berasan, yosh bolaga. Ha, xulosa beryaptimi? Shunaqa deyapti. Yaxshi, xalas. Balanidir ta'sirida hamon hayot bilan yosh tanishgaysiz xabari bor million ta'sirida bilaman bu fanatim yarasi non bugun man haqiqatga tik qarasam o'zim qurgan chala qasrda umrbod o'zim qirol o'zim asir edim bilaman bu yaratilgan asar ma'nosi hayotga qaratilgan asli agar men harakat qilganimda hatto taqdir o'z so'zini aytolmas edim qo'ldan kelganicha tarbiya qildim menga hayotdan har kun zarba yiqildim men ham senga o'xshab mensimaganlarim o'rinni egalladi hayotda ko'rdim bildim Da, o'zi aytyapti, tipa men mensimagandim bir paytda kimlarnidir, no hozir meni o'rnimga egallagan repni. Deganchalik gapirib o'tib ketyapti. Mana deb respekt mana gapiga tan olganim shu. Menga kelgan takliflarni soxta deb men bariga tupurdim. Tasavvur qil meni dushmanlarim tilmay yugurdim, men esa bir joyda turdim. O'zimga yengildim, o'zimga yutqazib o'z taqdirimni o'z qo'lim bilan yana o'zimga tutqazib oxir oqibatda meni fanatimni o'zimga teng bildim. Olam panohidim sendan oldinroqman, da xavotir olgan hamma qoldiroq. Taxtura bo'lgasan da'vogar zarbali havoga kelunda mendan oldinroqsan. Men kabi bir kun kelasan bu qasrda bir umr zimbomat bo'lasan. Unutma agarda yashaging kelsa men o'lganimda man bilasan ham o'lasan. Oxirgi parti o'zini egosi bilan ichki egosi bilan kurashuv bo'lyapti. Shuni aytib, ko'zingni och, dalbayob etay, men o'xshab dalbayob bo'lib qolmagin deb papakni itarib, sani yoshingda o'shnaqa edim, no hozir. Yana gapirib o'tkazibdi, qara hozirgi darajamni o'zimni fanatim bilan o'zim battle qilyapman deb. Lekin respekt vashi zo'r. Anchadan keyin ijod. Endi bu o'rtadagi haqiqat o'rtaga chiqish uchun biz Instarda aka keyingi battle trackdan keyin chiqarilgan polni track disini eshitamiz desak ham bo'ladi, chunki ana hayot R23 men dis deb qabul qilaman degan. Biz ham dis deb qabul qilib, da shunaqa battleda respekt hayot R23 yutdi. Haqiqat bu yutgani. No keyingi endi bu tomondan chiqqan desam normal deb menimcha ves bilan chiqdi. Hozir eshitib baho beramiz. Boshqa dunyoda bu aka. San MC Shurikka suitsid taklifim berding, no asl nomzod o'zing. 15 yildan beri natija yo'q. Ustozi nomini ko'mgan hayot. Betaqlid yetmas aqling, sana nomingni ko'mgan o'zim tayyor. Ko'zingda yonib turgan bo'lsa qasd, vijdoningdan chiqqan o'zimda yo'qman. Toma, shu ham hayot, ammo yodimda yo'q. Men hayot Uji boshlanishi uji vahimali ketdi uji. Bu mana haqiqiy fakt boshlagan. MC Shurik bilan urushib qolgansan deb boshlayapti. Birinchi bu ham hayot, 23-soat, nuring o'chadi hayot. Murrat taqlid sana batalada bosib o'tgan masofani, vizuvini buzib o'tdi yoqaman bu tasakri. Ana tomoningni men tomonga asosli kritika. Ro'paringda asosiy krit, agar haqiqatan andastoni MC bo'lganingda omma oldida sana boshingni eganmidi krit. Yo'q, Green 71. Green 71 hayotga davay battle qilamiz degan o'zbek bilan battleda adashmasam. Qilavermayam Green? Yo'q, o'zbekdan ham yeb qo'ygan adashmasam hayot ergirmish. Face to face bo'lganda. Tuzi, fakt. Yoki Little Monster. Sana ustozing ma'qullagan buni o'z rap buni doim qoraladi qora do'sting Lilishon. Shunda ma'lum sanlarga odat tuzatgan qo'lga tupurish. Aslida Oradan Shurik tomonga ocholding urush xolos. Hayot R23, hayotingni uchdan ikkisi novella. Ortingda yillardan ko'ra ko'proq e'tibor yeganing Kaveldan. Kavel degan reperdan yeb qo'ygan ekan hayot degan. Bundan ancha oldin bir 2015-yillarda adashmasam shunaqa. Bu ham fakt. Trafeydan bol qatraminalaringni chak-cho'ra. Kuba sanadimni pashtani. Qislatma chak-cho'ra. Ochigan ko'merin o'zari chak. Bunda ustoz bilan o'zaro jang bor. Raqibsiz battle track bor. Netboyga dis bor. Oltin haqida rap bor. Qurbaqa haqida rap bor. E'tibor ehsonga so'ral. Qurbaqa haqida rap bor. Ustozi bilan battle bor. O'sha Papakul bilan battle bor. O'zi aytdi-yu yenggan dedi. Keyin yana Bedboyga dis bor dedi. Qurbaqa haqida rap bor. Qurbaqa asal rap chiqaryapmi? Yo'q, bilmadim hayot R23 da yozib ketishdi joyini.
trek bor, minorga so'kilgan rek bor, o'zbomga 50 ni tashlagan chek bor. Qani erkeligi uzbomga 50 ni tashlagan sek bor. Da, o'sha uzbom bilan konflikt dedim-ku, yeb qo'ygansiz hayot aka dedim. O'sha joyda o'sha birga duet qilaylik deb uzbomga pul tashlagan. 50 dollar deyilgan, ha. Shunaqa deb aytibdi. Endi po faktmi bilmadim, lekin shunaqa gaplashgani bor hayotda. Malades. Minoram kanalida olma kalla o't yozib qo'yibsiz. Men bundan oldin aytdim-ku, xuddi o'sha narsani gapiramiz. Konflikt paytida olma kalla yozib qo'ygan Minor. Bu fakt. Men Liban uchun yozmagandirman. Uli ijodda vaqtida ko'zlaring ko'rmadi, faqat dedingmi? Xotira uchun bording, xotimada esa bo'lib qoldingmi? So'z bermassan, so'z bermassan, so'z bermassan. Oddiy emassan, sen kimdir riyasama so'z bermassan. So'z bermassan, so'z bermassan, so'z bermassan. O'zbek emassan, niyatda. Men bu polinyapti-yu, o'sha o'zbek bilan battle qilganda, mana shu punch ishlatgan. Endi punch deb bo'lmaydi. Sen o'zbek emassan deganda, Instagramda aylanib ketdi-yu shu. Hayot 23 trend qilib olgan, lekin o'sha gapi erkak domamiz bilan o'ynashmaylar deydi-yu. Texnik sekirish. Qaytamiz. O'zing uchun javob beradigan o'zing emassan, so'z bermassan. Raqibning qo'llari bog'langanida u bilan jangga kirishishni istaganlar bu niyatlarga erishganlaridan keyin ham haqiqiy g'alaba hissini tuya olmaydilar. Hozirgi bunda shuni aytyapti, ikkinchi bitga kirishdan oldin raqibning qo'llari bog'langan paytda u bilan jangga kirishni istagan. Adashmasak, bu Hayot 23 da trekidan keyin yozilgan narsa, o'shuning uchun uje bag'iga bang bo'ladi. Faqat trekni o'ziga punch berib tashlagan. Battle trekni o'ziga. Sizlar bilan hozir eshitamiz va tahlil qilamiz. Bu tomonlamalar Instagram to'g'ri gapni gapiryapti. Nimaga raqibning qo'llari baylangan paytda u bilan battle qilishni istadingsan deb 2 kun muhlat so'ragan, bermagan hayot. Mana endi vaziyatda uzoq yillar mag'lubiyat alamida yongan dushmanlarimning vafodor itlari uchun g'olibsan xolos. Lekin o'zing va ularning ichida haligacha javobsiz qolgan savollar bor. Komment. G'olibsan xolos bas batta. Batta ne fakt gap, konkretniy. Chunki nimaga? Porazeniya bo'ldi, porazeniyada vaqt berish u hayotga bog'liq, xolasa beradi, xolasa bermaydi. Agar hayot men bilmadim, xo'p beraveraman deganda ham agar Kuba organizatsiya qilgan, Kuba men vaqt bermayman deganda konkretni yutkazardi baribir Insta. Endi bu kelishuvga bog'liq. Oldingi konferensiyada qanaqa kelishganiga bog'liq. Endi asosiy biz bilganimiz, lekin battleda muddat beriladi, muddatda qilib berish kerak. Muddatda berilmasa, u porazeniya olinadi. Da yutkazadi. Shunaqa. Tipa oktagonda vest qilinmagandek gap. Sizlarga tushuntirganda. Uzoq yillik iztiroblarni to'kib sochayotganlar hamda insiderlaringdan ma'lum. Butun uzrep bu sani emas, mani dushmanim. Chunki men 4 ta old school MC'ni emas, uzrepning 2 xil lahjada so'zlashuvchi 2 alohida segmenti ustidan g'alaba qilganman. Bu Instar, Xorazm ovozi, West Side, birinchi segmentini bilamiz, battle MC'lar, ikkinchisi disserlar demoqchi bo'lsa, bilmayman endi hayot yevoradi bular. Da o'shuni nazarda tutib gapiryapti. Tan olish kerak, Disda labboy rapperdi. Hozirgi kunda xohlagan rapperdi Minor yevoradi. Bizdan boshqa. Shunchaki. Shunaqa. Family flavor. San uchun bu dark rap tomondan nakazaniya. Bemanimni unutmaydi, unutmadi pakasaniyam. Hakammassan yemagan shaqlovchisan bezdar naxu. Ma'si joyiga qo'shilaman. Ma'si joyiga qo'shilaman, yemagan shaqlovchisan, chunki nima? Barchaga muxlisda, brat. Bizda qarshiligimiz yo'q. Hayot regionimiz jazini bosing, zo'r ketyapsiz. Sharhlovchilik qilyaptimi? Bosing aka. Faqat realga gapirmang bo'ldi. Gapirmang. Aytmoqchilik qisqacha reklama. Hayot 23 da Instagramga kirsalaring, ponni sharhlovchi deb yozsalaring chiqadi. Real deb yozsanglar. Real deb bosib o'ringlar. Yo bo'lmasa meni atmetga qo'ringlar bo'ldi. Farhodbek Yunusali deb salaring chiqadi. O'zim atmet qilaman shekilli oxiri.
bor batilda sana talab qilib badnoka saniya o'qigan marhum papaku hammani norozi qilgan bu shaxsiyating bilan qanaqa batil punch va tafakkur suka yata mutafakkur menga bo'lasan xo'rak senga yordam bera olmaydi durak hatto istalgan cho'rangni ruhi buni deysanmi po'xuy mana deysanmi po'xuy mana men minsanmi okey yuboraman bezvisa kim bilan ko'rishasan hayotda yo'q bunday ko'rishasan menga yoqadi hammani kutirib ko'taring nachdi buzrab o'ynatib turish azartda eski tekst bilan g'alaba qilgan emasli anglatar shogirdlaring zaifligin nur hayot samman brat shu gap kerakmidi mana yo aranjer ham zo'r narsa qilgan u battle'da face to face zo'r narsa qilgan endi hayot o'zi hayot berganda endi instar uncha kuchli bo'lgan chunki har xilli bo'lgan da nur hayot deyapti yarim kun kutolmaganing bu qo'rquv san 9 minut qo'rquvingni qilding muhayyo bu menga yakun emas men sana lolo'yinga qo'shib bitaraman sana vizuvini o'zim buzib o'tib o'zim talaga yo'limda ketaveraman da sani lolo'yinga qo'shib bitaraman deyapti ag'da hayot aytganki men lolo'yin bo'lganda pizdesdi bag'rimni shunaqa Axiga mahar bitta soha va har bir bitada veteraman muzika san'atini hayoting bo'lsa men ikkala hayotda yediraman zonani hayotda bitta orqangda turgan bu itlar instar nima dedi ikkala hayotda yediraman ikkala hayotda ham itaraman deyish kerak edi bu dismayotgan borish kerak edi ayamaslik kerak edi billat raqibni ras dismi bosish kerak zo'rlash kerak edi atak bu tomondan aytganda o'shanaqa lekin ikkala hayotda ham yediraman degani bu dunyo bilan bu dunyoni gapiryapti yo'q mana отдельный o'zimizni hayotimiz bor-ku repda ham bu mani hayotim deydi o'shuning uchun вот biriga birida ham kala o'rasi debdi oktagonlik ekan endi bilat sho'ra o'rasi hayot bilan hayot instarda bilat oktagonlik ekan zangini ko'rmasa bo'ldi yo bular adashmasam hurmati kuchli bir-biriga yo'q chiroyli gaplashishgan boshida ham hurmati kuchli bo'lib turib sitoydan ketyaptimi hayot endi eshitamiz shunaqa gap xullas davom etamiz hayotda bitta orqangda turgan bu itlar qirol bo'laman deyasan ko'p uraman mana poyimda minoram sit down ey bitch bitta nima dedi to'xta mana shu joyda bir boshqatdan miyani yozib eshitilaydi nima dedi hozir minorda gapiribdi bitta eshitaydi mana shu joy nima degan down ey bitch bitta demo vijdoning g'alaba deb ko'ndir no man sana youtube bo'ldim 5 yil fondi san uchun bu rap tomondan nakazaniya demanimni unutmaydi unutmadi pakasaniyam hakammassan yemagan shaqlovchisan bezlar nahu haqqing bor batilda sana talab qilib badnoka saniya davasha izoh berma men haqimda undan xullas minoram mani poyimda sit down dedi o'tiradi deyapti Ichi tushmadim qayerda bu sana oqibati qani gapirgandek lo'lodek ko'pir vosli to'lib og'zi to'la o'qigan o'g'illarim sani tuqqanni chistingga tegmadim axir shunchaki alter ego bidarasan shu hayo chunki yuragingda liverno ihtiyot bo'lib gapirish kemasin o'z berni shunchaki respekt bu ham bilibdi deb aytyaptiki sani yuragingda liverno ehtiyot bor rashq kemasini o'sha o'z berdi deyapti bo'g'ilmaymiz davom etamiz Yutishini o'zgarib yuribsan yangi yo'lda san otangni izlamaga sana otang yangi yo'lda mana senga flow mana senga punch qo'rqu qanaqa qabul qilsang men qilaman bash mana auditoriya madifat kommentdagi tvarlaring bidi flow inaga sanati mana senga flow mana senga punch qo'rqu qanaqa qabul qilsang men qilaman bash mana auditoriya madifat kommentdagi tvarlaring bidi flow inaga sanati par ancha bo'ldi lekin flowda zo'r flowda instar boshqa bir raqobat yo'qolgan butunlay bariga nuqta qo'ymoqchi edim lekin bugun boshqacha kunda battle rapdagi har bitta quloq kutadi tretlarim belgilangan tunda aynan bugun 2:26 va betaqlid hakamlaring yakuni haligacha daraja desa ko'rsat bir tiyning va estetika haqida gapir qo'lingda ko'tarib olib martini bilan hamma bir tiyin bunga hatto bir piyoladan may ko'targan kumili esdan chiqardim internet hech qachon hech narsani unutmaydi bahona o'tmaydi agar mani do'stim yansir bo'lib ketganda yo'qolib battleda turib olib gapirmagan bo'lardim do'stimni ko'mganim u siz nima bo'lsa-da hol ahvoli to'la bo'lsa-da ichimda gap do'stimda hisoblasam chinakam uni xotirlab uni dushmanlariga dis yozmayman chundimmi gap demagin fora esingda Xorazm battleda nabiy cho'k holimda xo'rladim formadim ma bahona qanaqa darajada bo'lsang-da o'zgarmaydi bizni battledagi holat turdim Xorazmda xo'rladim deyapti tipa o'sha 5 yil oldin Xorazm battleda haqiqatan ham instar hayotda yutgan bu fakt
Jinga gurko'z qo'ling bilan ijoding bor kom. Bugun egalar men bilan battle'ga bo'lgan. Ajitating qo'lshov, shoganing o'tko'z. Faslo, let's go, let's get it on the ball. O'qimanga o'zing ham ishonmaydigan faktlarni esdan chiqar bizga lolodagi aksdan. Bu cool bergan tarbiyani oqlamadilar. Pepi olib jonim berdi qara lololaringga ham so'ngra yasab olding keng baring. Battle'da men qoldim, men bilan qoldi bu ringam chebaring. Qayerdasan? Men bilan battle'da san yerdasan. Agar battle'da Messi bo'lsang, gay, men endi aytmayman erkaksan. Qanaqadir fiziki. Mana yuragimda gapni aytib qo'ydi. Agar battle'da sen Messi bo'lsang, men sana endi aytdim, qaytib erkak deb deyapmiz. Yaxshi gap. Yaxshi panch. Afsuski har ikki vizitlarga Xorazm ovoziga qarshi kelgani ketar qaytib biziga zarba mil biziga soldi Messiga kelgan uzretni bemaza uzretga tuseptim qo'yamasiz bo'lmas tasavvur etdi battle etdi qani kim etdi sana king deb kul ketdi qolding yetdim kul ketdi qolding yetdim Sana yo'lin oladigan dushmanimiz zombilar armiyasi bilan, ular menga tormiyasi bilan. Minordi fanatlariga nagli ataka ketyapti. Ataka ketyapti. Bosib yuboringlar bitta kommentda shu joyiga. Qobiramida bo'lsa bilan to'g'riga so'g'sa payba. Ular meni cho'qtiradi, lekin meni qudratim qattiqladi. Kontratga dast to'patagani meni xulosa qilolmadingmi battle'ingda itaraman butun mamlakatimman. U Xorazm ovozi, kumirlaringni yetirdim. Battle'ingda itaraman butun mamlakatdaman deyapti. Ve O'zbekistonda deyapti. Battle MC'lar sizlarga polniy vizib bang. O'zing norozi, potensialim o'lchash uchun pritselimga to'nqayib o'tkazma bosim. Demodan qilma xulosa, bitta gap aytaman baring esingda qolsin. Da, demodan qilma xulosa deyapti. Bundan oldin 2 o'nta chiqqan track ham demo edi deb tushuntirib o'tdi. Sudi ko'rmas. Men hech kimga sotmaganman bu sotgan. Nima deyapti? Sudi ko'rmasdan etigini yechmayapti. Xuddi futbolda bosish, botil. Bu zonada hamma o'limni istar. Leksalarga emas bu. Bu zonani qirol ekan meni insta. Agarda Immunomastex bir xil vaqtda uspet qilib chiqarib olganda zapisi bilan 100 insa yutib ketardi. Agarda eshitmasdan chiqarganda hayotda trekini shunaqa panchlar topib terganda yutardi. Da, agar eshitmasdan bu lekin eshitib chiqargan qo'shig'i. Chiqarganda desta bu. Soxta qalaba, reja qilingan o'yinlaring meni to'xtatolmaydi. 7 yildan beri to'xtamading istari yo'q qiladi endi sana yagona bu umidingni. O'zi battle muxtini ochaman kotini hujumni kutinglar endi birinchi tomonidan nima uchun g'urur haqida gapirib shurik onasida so'kkanida bilajim turadi buni. Вот честно, за fayziga sotgansan chestni, yodingda berasan. Sen fayziga sotgansan chestni deb. Nima bo'lgan fayzi bilan? Fayzi bilan bilmadim, lekin fayzi bilan adashmasam hayot yaxshi. Lekin MC Shurik onasidan so'kkanni endi eshitdim. Kim onasi? Onasi aytdi-yu. Hayot so'kkanmi? Hayot so'kkan ekan, so'rab olmagansan deyapti-yu. bilan xotiralar yoki unutdingmi yeganingni face to face hayot uraman deb borib shunchaki ortga qaytding o'zbekdan sizlarga haqiqat yoqmaydi lekin ekilmaydi fakturangiz mag'olib bo'lmadim bo'ldim doim daminam shuning uchun o'rnimga topilmas naminam hech kommentlarda to'kdi mag'lubiyat alamin number 1 man ishonsan hatto ikkinchimassan yillar davomida ustingdan kuladi konstan haligacha tayinli javob berolmading menga qonuniyatga o'qimanga loser kerak bo'lsa yillar davomida ustingdan kuladi konusda deyapti da konustani hype qo'shig'i konustani o'zi aytgan bitta minorga tegishli emas u anu hayotga ham tegishli deb aytgan o'sha paytda atvet bera olmagan yo'q minor berganki 15 minut yetkazib qo'ygan minorga qaytib keyin konusda atvet bera olmagan da ana nomimga quriladi bu zonadagi hamma normativ mana dushmanlarim tomonga yiqilgan o'ylama bu vaqtinchalik hech qachon qolmaydi abadiy keyingi qatorim e'tiborda tingla qayerlarga keldi aja harbiy televiziyani qabul qilaman u qani ke bali bu xafa qilaman sana har bittani vizipini qabul qilaman qani ke deyapti xeterlar deyapti malat zo'r yaxshi ham battle MC basmiz bo'lmasa biz ham o'ta qattiq chiqardik aka da ya hayotdagi jonning orqasiga bekanasan no do'q degan tushunchaga bekanasan shu tomonga optimaga haytili bor o'gani yaxshi kaska xato insar muskaskan bo'lgan taqdirda ham raqslar meni ofkaskadi bu zona battle bu zonada deyapti biz ham MC bo'lganmiz qattiq chiqardik aka ha nima deysiz ajlari bo'yicha repda instar zo'r ekan atrofga zar solib zo'ring qanidir ekan mana bugun repga keldi zo'rdan ham zo'rlari
Uzrab tashakkallarni endi tugar yo'llari. Bang dedim. Freestyle. Bu instar tegishli emas, senga tegishli emas. Просто Chep oldim. Biz ham qattiq ekanmiz. Komment yozib ketinglar. Hamma o'limimni istar, leksanlarga emas bu. Bu zonani qirol ekan meni instar. Xullas, qadrdonlar, shunaqa gaplar 45 minut biz bilan birga bo'lib eshitdilaring, qanaqadir gaplarimiz. Endi insonimiz kamchilik bo'lgan bo'lishi mumkin qayerdadir. Maksimal harakat qildik. Xullas, reaksiyadan maqsad просто adekvat bo'lib, o'zimizni fikrimizni bildirish. Fikrimiz battle hayot 23 yutdi. Nimaga instar chiqara olmagani uchun yutdi. No, distreki zo'r bo'libdi. Agar hayot atvet qilsa endi bilmadik. Yana ko'ramiz darshi showni zo'rligini. Lekin bilmaymiz endi nima bo'lgan, nima qo'ygan. Orada qana munosabat hozirgi kunda nima ketyapti, nima bas. U Kubaga ayon, Kuba chunki organizatsiya qilishi mumkin yoki qilmasligi mumkin. Yaxshi yomon gaplarga xafa bo'lmaysizlar. Hayot 23. Hammalarga xayrlashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz ijodga qaytmoqchimiz. Yangi treklar kutib turinglar. Xudo xolasa, kommentariyani bang'alatib berasizlar. Atrofdagi nimaga e'tibor bermaysizlar. Prosta shunchaki o'tirib, reaksiya qilganimiz kelib qolib, reaksiya qilyapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga omad.